Hammaga assalomu alaykum. Mening ismim Dinara. Men 2024-yildan beri O'zbekistondagi Dodo Pizza kompaniyasini boshqarib kelyapman. Avvalambor shu forumni tashkilotchilariga alohida o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Chunki bu forum juda katta tadbirkorlar uchun tajriba almashish uchun katta bir imkoniyat. Va sizlarga ham katta rahmat, vaqt ajratib, bizani eshitishga, biz bilan tajriba almashishga vaqt ajratganingiz uchun katta rahmat. Xo'sh, bugungi mavzularimiz birinchisi tadbirkorlik sari yo'l. Bu forumga meni taklif qilishganida men juda ham ko'p o'yladim. Qaysi mavzuni sizlar uchun yoritib beray deb. Chunki bu forumda katta biznes egalari, balkim ko'p yildan beri biznes yuritib kelgan katta tajribali tadbirkorlar borligini tushunib yetardim. Va albatta sizlar uchun foydali, bir unumli ma'lumot berishni xohlardim va shu xulosaga keldimki, men muvaffaqiyatli biznes tarixi to'g'risida emas, o'zimni kichkina bo'lsa ham, lekin juda qiziqarli, og'ir, krizislarga boy tadbirkorlik tajribamni aytib bermoqchiman. Ikkinchi mavzuyimiz esa franshiza asosida biznes qurish. Ruxsatinglar bilan bu mavzuni savol-javob tariqasida o'tkazsak va yana vaqtimiz qolsa, yana albatta qo'shimcha savollaringizga javob berishga tayyor bo'laman. Mening biznesga kirib kelishim, albatta men katta rahbar bo'laman, ko'p pul topaman, zo'r tadbirkor bo'laman degan katta ambitsiyalardan boshlanmagan. To'g'risini aytsam, bunaqa rejam umuman yo'q edi. Men bir baxtli oila a'zosi, 4 farzand onasi, baxtli rafiqa va juda ham bir tinch hayotim bor edi va 2019-yilda birinchi bor Dodo Pizza to'g'risida eshitdim. O'sha paytdagi sobiq sherigimiz Dodo Pizza proyektini bizga tanishtirdi. Men bu brend to'g'risida umuman bilmaganman. Qulog'imga to'g'risini aytsam, juda nomi g'alati tuyulgan. Bu nima? Bu Dodo Pizzami, pizzami, qushmi, qanaqadir tizimmi? Va o'sha kunni o'zidayoq internetda Dodo Pizza kompaniyasi to'g'risida o'qiy boshladim va asoschisi Fyodor Ovchinnikov to'g'risida ma'lumot yig'a boshladim. Dunyodagi birinchi Dodo Pizza 2011-yil Rossiyada Syktyvkar shahrida ochilgan. Mana ko'rib turibsizki, mana o'sha kichkina podvalda joylashgan pizzeriyadan Fyodor o'zini ishini boshlagan va salkam 10 yil davomida juda bir katta butun tizim tuzgan. Bu tizim ichida kuchli IT platforma, katta hamkorlar jamoasi va turli xil mamlakatlarda ishlab kelayotgan sifatli juda bir zo'r pizzeriyalar tarmog'i bor edi. Lekin menga asosan biznes model emas, bu kompaniyaning falsafasi qiziqtirardi. Bu falsafada juda ham menga yaqin bo'lgan qadriyatlar bor edi. Birinchisi bu ochiqlik va ishonch. Fyodor ko'p aytardi, ochiqlik bu zaiflik emas. Ochiqlik bu birinchi navbatda intizom. Chunki hamma narsa shaffof bo'lsa, siz xodimlaringizni ham, hamkorlaringizni ham, o'zingizni ham aldolmaysiz. Va aynan mana shu ochiqlik qadriyati Dodoni shunday jiddiy qabul qildiki, kompaniya oshxonalarida kameralar o'rnatdi. Tasavvur qiling, 2011-yilda va har bir mijoz hozirgi kunda o'z buyurtmasini qanday tayyorlanayotganini onlayn rejimda ko'ra oladi. Bu g'oyaga juda mos yana ikkinchi misolimiz bor. Har bir inson Dodo Pizzaga ekskursiyaga yozilishi mumkin va oshxona ichkaridan qanday ishlayotganini xohlagan payt ko'ra bilishi mumkin. Va shu ochiq madaniyat asosida qurilgan biznes model Fyodorga juda bir qisqa muddatda katta hamkorlar jamoasini shakllantirishga yordam bergan va bugungi kunda Dodo Pizzaning restoranlari soni 1,5 mingtaga yetadi. Ikkinchi qadriyatga kelsak, bu liderlik va tashabbus. Dododa bir juda ham yaxshi qarash bor. Befarq xodim noqulay xodimdan xavfliroq. Nega? Chunki noqulay xodim siz bilan tortishadi, savollar beradi, qiziqadi, bir xilda e'tiroz bildiradi. Lekin chunki nimaga? Chunki unga baribir emas, u qiziqadi. U o'z ishiga qayg'uradi. Befarq xodim esa muammo bo'lsa ham jim turadi. Mana shu Dododa ochiq fikr bildirish, ayniqsa kamchiliklar to'g'risida ochiq fikr bildirish juda ham qadrlanadi. Chunki har bir kompaniya, jamoa
shu kamchiliklar to'g'risida fikrlarni qabul qila olsa va ularni ustida ishlasagina rivojlanadi. Mana shu g'oyalar bizga juda ham qadriyatli, ma'qul kelgani uchun biz turmush o'rtog'im bilan Dodo Pizza proyektiga investitsiya qilishga qaror qildik va sobiq sherigimiz bilan, o'sha paytdagi sherigimiz bilan biznesni yo'lga tushirdik. Rejamiz katta emas edi, 5-6 ta restoran ochamiz va sekin-asta rivojlanamiz deb o'yladik va 2019-yil birinchi Toshkentda Dodo Pizzani ochdik. Endi ochilishimiz bilan 2020-yil keldi, nima bo'ldi? Covid boshlandi. Va biz birinchi krizis davrimizga kirdik. Biz to'xtadik, rivojlana olmadik. Covid paytida adashmasam shu atigi 2 tagina pizzeriya ochdik. Eng asosiy qilgan xatoyimiz bu biz yetkazib berish tizimi ustida ishlamadik va uni umuman rivojlantirmadik. Raqobatchilarimiz esa 5-6 barobar o'sib ketishdi. Biz to'xtab qoldik. Va shundamda men bitta xulosaga keldimki, vaqtni boy bermaslik juda ham muhim. Doim shu vaqt boy berib qo'ygan bo'lsanglar ham, lekin xulosalar qilib shu xatolarni qaytarmaslikka harakat qilinglar. Chunki krizis davri bu imkoniyatlar davri, birinchi o'rinda. Krizis davridan qo'rqmaslik kerak. Shu bilan biz Covid tugadi, biz krizisdan chiqishni boshladik va ikkinchi krizis sari yo'l oldik. Tarmog'imizni rivojlantirishni boshladik, 6 ta pizzeriya ochdik. Lekin ish jarayonlarida ham va sherigimiz bilan munosabatlarda ham juda ko'p muammolar paydo bo'lishni boshladi va 2024-yilda biz sherigimiz bilan xayrlashishga qaror qildik. Bu juda ham o'ta og'ir va uzoq davr bo'ldi. Chunki uni orqasidan deyarli butun ofis jamoam ketdi. Men bitta marketolog, bitta direktor va ayrim bir call center xodimlari bilan qoldim. Meni oldimda ikkita yo'l turardi, ikkita tanlov. Birinchisi biznesni yopib sotib chiqib ketish, ikkinchisi boshqaruvni qo'limga olish va tizimni qaytadan umuman tajribasiz, jamoasiz, ofissiz va juda ko'p qo'rquvlar bilan qaytadan noldan qurish. Mantiqan qaraganda o'sha paytlar biznesni sotib chiqib ketish to'g'ri qaror bo'lardi. Chunki 2024-yilda juda ko'p xalqaro brendlar O'zbekistonga faol kirib kelgan payt, men lokatsiyalarim zo'r bo'lgan va ularga lokatsiyalarimni sotib, foydali sotib biznesdan chiqib ketishim mumkin edi. Lekin men operatsion jamoam bilan suhbatlasha boshladim. Operatsion jamoamiz kim? Bu kuryerlar, kassirlar, o'sha pizzeriyaning ichidagi ishlaydigan xodimlar va xamir ishlab chiqarish sexidagi xodimlar. O'sha payt 80 nafar xodim bizda mehnat qilayotgan payt edi va men xayolan bularni, shu xodimlarimni ortida farzandlari, oilasi va albatta orzulari borligini tushunib yetardim. Va xayolimda bir o'tirib shu 80 ta xodimni 3 ga ko'paytirdim va mas'uliyat darajasi qanday yuqoriligini tushunib yetdim. Chunki mening biznesni yopish qarorim nafaqat 80 ta xodimga, balkim 200 tadan ortiq insonga salbiy ta'sir qilardi. Va men nima qildim? Ertalab boxli turib, forma kiyib, direktorimiz bilan birgalikda xamir ishlab chiqarish sexiga bordim. Har kuni bir oy davomida har kuni ertalabdan shu ish jarayonini o'rgandim, pizzeriyalarimizni aylandim. Juda ko'p majlislar o'tkazishni boshladim va xodimlarim bilan yanada yaqindan tanisha boshladim va bir qarorga keldim. Biz bir kunga ham yopilmaymiz. Shu bilan biz rahmat. Shu bilan biz 2024-yili mutlaqo xaos yiliga kirdik. Chunki men bir yil davomida jamoani qaytadan yig'ish bilan ovora bo'ldim. Bizda organizatsion struktura umuman yo'q desak ham bo'lardi, raqamlarni tushunmasdik, hattoki biznesimiz qancha zararda ekanligini anglab yeta olmasdik. Men aytardimki, bir xilda shunchalik, lekin biz pizzeriyalarni ochishni davom etganmiz. Men hamma sohalarga o'zim bo'limlarga o'zim kirib boraverardim. Ertalablar turardim, o'zimga o'zim savol beraman. Men bugun kimman? Marketologmanmi yo HRmanmi? Yoki moliyachimanmi, yoki xodimlar uchun tekin psixologmanmi? To'g'risini aytsam, shu vazifa juda ham ko'p kerak bo'lardi o'sha payt, chunki boshimiz stressdan chiqmasdi.
mana bu yerda tadbirkorlar o'tiribdi, tushunib yetsa kerak. Biz o'shanda birinchi marta kassовый разрыв nimaligini ko'rganmiz. Juda bir og'ir, fojiali narsa deb hisoblayman tadbirkorlar uchun bu narsani. Chunki oylik to'lash kerak, kompaniyada pul yo'q, nima qilamiz? Cho'ntagimizdan investitsiya qilamiz. Va o'shanda bir narsa xulosaga keldimki, bu liderlik bu lavozim emas. Liderlik bu sizdan boshqa qaror qabul qiladigan odam yo'q payti. Va House to'g'risida ham aytmoqchimanki, House'dan qo'rqishimiz kerak emas. Biz House'da rivojlandik. House bu ko'pincha biznes qilayotgan degani emas, bu ko'pincha o'sish belgisi. Shuning uchun lekin bunda bitta shart bor. Rahbar albatta biznesidan tezroq o'sishi kerak. Xo'sh, 2 yildagi natijalarimiz. Mana biz bugungi kunda 18 ta pizzeriya ochdik, 3 tasini yana quryapmiz. Xudo xolasa 21 ta pizzeriyamiz bo'ladi bu yozda. Katta jamoa shakllantirdik. Boshida 5-6 ta ofis jamoasi bilan boshlagan bo'lsak, hozir soni 40 taga yetadi. Sifatli mahsulot ishlab chiqaryapmiz. Shu qiyin yillar davomida qiyinchiliklarga qaramasdan bir marta ham sifatni tushirmadik. Unga juda ham katta urg'u berganmiz. Servis ustida ishlayapmiz, jamoamizni rivojlantiryapmiz. Men shunaqangi bir g'oyani doim majlislarda qaytaraman. Xodimlarimga aytamanki, mijoz sizlar uchun har kuni har bir qaror qilishingizdan oldin birinchi o'rinda turish kerak. Majlislarda ularga savol ham beraman-da, aytaman. Sizlarga mana oylikni kim to'laydi deb o'ylaysizlar deb so'rasam, ko'plar javob beradi. Siz to'laysiz deydi menga qarab. Yoki kompaniya to'laydi deydi, direktor to'laydi deydi. Men ularga qarab ichimda aytamanki, ha, sizlarning ustingizda hali ancha ishlash kerak ekan. Va tushuntiramanki, ularga oylikni mijoz to'laydi. Chunki biza kompaniya bo'lib, bu mijozdan pulni yig'ib, xodimlarga tarqatamiz. Mana shu g'oyani bular mijozlar uchun birinchi o'ylashligini doim uqtirishga harakat qilaman. Va yana bir muhim natija yutuqlarimizdan biri bu qisqa muddatda biz chuqur zarardagi kompaniyani, biznesni foydaga olib chiqdik. Xo'p. Endi bugungi bizani tematik mana bu yerda ayol tadbirkorlar ko'p kelishgan ekan. Ayollar liderligi to'g'risida gaplashsak, ayolning boshqaruvda bo'lishi biznes uchun yaxshimi yoki yomonmi? Men shaxsan kompaniyamni qo'rquv asosida emas, ishonch asosida qurishga harakat qilaman. Biz ayollarga bilasiz, ishonch tuyg'usi, empatiya degan xislatlar, ya'ni atrofdagilarga bo'lgan hamdardlik xislatlari ko'proq rivojlangan. Va boshida aytib o'tganimdek, Dododa mana shu menga yaqin bo'lgan g'oya aynan ochiqlik va ishonch. Mana biz Dododa xodimlar bilan kompaniyamizda yutuqlarimiz bilan doim bo'lishamiz. Toza oshxonalarimizni ochiq ko'rsatamiz. Bizni ishlab chiqarish standartlarimiz yuqoriligi bilan biz maqtanamiz. Lekin shu singari xatolarimizni ham yashirmaymiz. Menga juda ham men uchun muhim narsa xodimlar meni oldimga ochiq fikr, mana bu kamchiliklar, muammolar bilan kelishi juda ham men uchun muhim. Lekin bizning o'zbekchilik madaniyatiga bu to'g'ri kelmaydi ko'pincha, chunki xodimlar xato qilishdan qo'rqadi, rahbardan tanbeh olishdan qo'rqadi. Lekin aynan hozir shu g'oyalar, ochiqlik va ishonch g'oyasi bizning kompaniyada ishlay boshlayapti. Shunga bir misol, meni xodimlarim, mana 300 taga yaqin xodimimiz bor. Har biri har любой masalada menga SMS yozishi mumkin yoki telefon qilishi mumkin. Men ruxsat beraman. Ularga keyin masalan yo'naltiraman, maslahat beraman imkonim boricha. Va bittasi yozib qopti. Pizza maker. Aytdi, Dinar opa, men tog'larga chiqishga qiziqaman-da, mana shu tog' cho'qqisiga mana shu Dodo bayrog'ini qo'ysam, olib chiqsam nima deysiz deyshganda, men aytdim, "Молодец, bor, marketing bo'limiga bor, tashabbusni rasmiylashtir, olg'a." Shuni o'qib juda xursand bo'ldim. U bayroq chiqdimi, chiqmadimi bilmayman ham. Lekin bu yerda asosiy fikr boshqa. Bu xodim o'zini bitta katta oila qismi deb his qilyapti. Mana shu narsa juda ham muhim. Chunki xodimning mana shunaqa sodiqligini biz faqat maosh bilan sotib ola olmaymiz. Unga albatta biz ishonch ko'rsatishimiz kerak. Ishonch bildirishimiz kerak va yaxshi munosabat bilan sodiqligini qozonamiz. Va ayollarga albatta bu narsa osonroq bo'ladi.
Shuning uchun ayollar boshqaruvda bo'lishi biznes uchun juda yaxshi. Mening uchun 2 yilda bo'lgan 3 ta asosiy xulosam. Birinchisi krizis bu o'sish nuqtasi, buni aytib o'tdim. Ikkinchisi jamoa bu strategiyadan muhimroq, chunki aynan strategiyani oxir oqibat jamoa amalga oshiradi. Shuning uchun biz xodimlarimiz bilan shug'ullanishimiz kerak, rivojlantirishimiz kerak, ularga ishonch bildirishimiz kerak. Va uchinchisi mas'uliyat tayyorlikdan oldin keladi. Shuning uchun mana shu zalda o'tirgan tadbirkorlarga va ayniqsa ayollarga murojaat qilmoqchiman. Xato qilishdan qo'rqmanglar. Qo'rquv doim bo'ladi, shubhalar doim bo'ladi. Ideal vaqt kelishini ham kutmanglar. Chunki biznes qo'rquv, shubhalar yo'qolgan paytda boshlanmaydi. Biznes sizda qo'rquv bo'lsa ham sizlarni bir qadam oldinga tashlaganingizda boshlanadi. Rahmat e'tibor uchun. Endi franshiza asosida biznes qurish bo'yicha savollaringizga javob berishga tayyorman agar vaqtimiz bo'lsa. Dinara, rahmat. Do'stlar, agar savollaringiz bo'lsa, sizlarga mikrofon berishadi. Bemalol savol berishingiz mumkin. Qo'l ko'taramiz. Kimda savollar bo'lsa? Assalomu alaykum. Samimiy suhbat uchun rahmat. Juda ham chiroyli ayollar uchun ham, bu yerdagi auditoriya uchun ham. Krizisdan chiqish jarayoni chiroyli qilib tushuntirib berganingiz uchun rahmat sizga. Savolim shundan iboratki, franshiza masalasini aytib o'tdingiz. Mana o'zim suhbatlashganman, franshizasini olganman deb aytdingiz. Uni olish jarayoni qanaqa bo'lgan? Misol uchun sizdan franshiza olishlik mumkin yoki yana boshqa. Hammada yo'nalishlar har xil. Aynan bu sohada qanday holatda bo'ladi franshiza holati? Bir marta sotib olingandan keyin uni jarayonlari haqida ozgina qisqacha ma'lumot bersangiz. Savolingiz uchun rahmat. Juda yaxshi savol. Franshizani sotib olish jarayoni juda ham bir oson. Franshiza egalari bilan kontrakt tuziladi. Ularga paushalniy vznos degan pul to'lanadi va har bitta pizzeriya uchun paushalniy vznosi bor va har oy savdodan определенный процент pul to'lanadi. Va ular shuni evaziga sizlarga butun brend book, ma'lumot, standartlar, ilova tizimi, hamma narsani beradi. Butun mana sifrovizatsiyaga bog'liq narsalarni, IT решенияларni beradi. Biz esa subfranshiza berishimiz mumkin. Demak, boshqa tadbirkorlarga xuddi shu условияlarda biz franshiza berishimiz mumkin. Demak, o'sha tadbirkor keladi, biz bilan kontrakt qiladi, bizga o'sha har bitta pizzeriya ochishiga paushalniy vznos to'laydi, keyin o'sha har oyga royalty prosentini to'lab keladi. Va biz mana bu subfranchiziga upravляющий kompaniya emas, biz hamma informatsiyani beramiz va biz kontrol qilamiz. Biz marketing bo'limi bo'yicha yordam beramiz, finanslar bo'yicha, keyin mana ta'minot va logistika bo'limi bo'yicha beramiz. Chunki masalan viloyatlarda subfranchizi bo'lsa, biz ularga albatta shu tizimni yaratib ishga yordam berishimiz kerak. Chunki har yoqda Dodo Pizza bir xil standartda mahsulot chiqarishi kerak. Shuning uchun bu bizning mas'uliyatimiz. Shu standartlar yuqori darajada bo'lishi va butun respublika bo'yicha Dodo Pizza bir xilda mahsulot chiqarishi va bir xilda yuqori servis ko'rsatishi juda ham muhim. Mana shu tarzda ishlaymiz. Lekin hozircha biz subfranchising bermaymiz, chunki bizning kontraktimizda ko'rsatilgan 30 ta pizzeriya ochganimizdan keyingina biz boshqa partnyorlar bilan ishlashimiz mumkin. Hozir mana aytib o'tdim, 21 ta pizzeriyamiz bor. Keyingi yili aynan 40 ta pizzeriya qilishga planimiz bor. Juda katta planimiz, 20 ta pizzeriyani qurishimiz kerak. Keyin 1 yil ichida. Shunda esa mana shu planni men o'ylaymanki, keyingi yilda shu subfranchising orqali tarmog'imizni kengaytiramiz degan umiddaman. Javob uchun rahmat sizga. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Nimaga hozir Rossiyani brendida ishlaysiz? Shu mehnatga o'zingiz brendingizni yaratishga hech o'ylab ko'rgansiz? Ya'ni milliy. Shuncha xodimni ustida boshqa o'tirishsiz, ularning g'amxo'rligini qilasiz, lekin vatan tuyg'usi ham bor-da o'z qalbingizda, ko'rishimcha. Nimaga o'zingizni milliy brendga ko'proq urg'u bermaysiz? Yo bermoqchimisiz? Shu masala. Rahmat savolingiz uchun. Yaxshi savol.
o'ylab ko'rib javob berish kerak. Qarangda, bu hozir bu уже Rossiya brendi deb hisoblash kerak emas. Bu уже xalqaro brend. Mana hozir KFC, Papa John'slar kirib kelyapti, biz bilamiz. Juda bir kuchli tizimdagi brendlar. Bu ham juda katta tarmoq, juda kuchli brend, xalqaro. Bu birinchidan, ikkinchidan hozir Dodo Pizzani aynan Dodo Pizzani qanaqadir natsionalniy brendga, milliy brendga aylantirmoqchiman. Nimaga? Bu qanaqadir ofitsialniy emas, bu именно mijozlarni xayolida. Chunki ko'plar keladi-da, mijozlar aytadi: "O, Dodo Pizza ekan-da, sizlarda" deydi. Chunki men o'shani tushundimki, bu juda ham zo'r marketingoviy xod. Chunki mijozlarning xayolida bu qanaqadir zo'r pizza degan assotsiatsiyalar beradi-da. Shuning uchun men bu planda bor. Aynan shu tarmog'imizdan, shu brendimizni qanaqadir natsionalniy brendga aylantirishga va masalan bizni anaqa граждане нашida chet elga chiqsa ham mana bizda Dodo Pizza bor deb maqtanishini ham xohlayman. Shuning uchun xudo xolasa Dodo Pizza bo'lamiz. Rahmat. Biz ham faxrlanib yuraylik-da qayerga borsak. Rahmat. Vaqtimiz tizig'iroqda. Yo, yana bitta studentlar bor, shu studentlarga so'z bermasak bo'lmaydi. Bular mana endi bo'lajak tadbirkorlar. Уже tadbirkor. Assalomu alaykum, prezentatsiya uchun rahmat. Menda bitta savolim bor. Bu men shu Dodo Pizzani oddiy pizza yeydigan joy emas, ya'ni texnologik kompaniya, uni tizimi, bu juda ham katta ish va meni qiziqtirayotgan вопрос, siz bu app hozir bu ilova e-commerce bo'yicha juda ham Dodo Pizza rivojlanyapti. Shu haqida menga qisqacha ma'lumot bersangiz, keyin bularning savollariga bitta narsa o'zimdan qo'shib ketmoqchi edim. Dodo Pizzani co-founderi, ya'ni yana bitta asoschilardan biri, ikkinchi asoschilardan biri, katta odamlardan biri bu o'zbek tadbirkori. Shuning uchun ham men Dodo Pizzani juda ham yaxshi ko'raman kompaniyasini. Rahmat. Rahmat. Ilova to'g'risida gapirsak, haqiqatda hozirgi kunda bozorda mana shu oziq-ovqatlanish sohasidagi ijrochilarda bizni ilovamiz eng kuchli hisoblasak bo'ladi. Juda kuchli, juda ham rivojlangan. Mana solishtirib ko'rsanglar ham bo'ladi. Ilovani bemalol App Store'dan anaqa yuklab olib ishlatib ko'rsanglar bo'ladi. Namanganda hali Dodo Pizza yo'q, lekin xudo xolasa keyingi yil chiqish niyatimiz bor. Shunda lekin bu ilova ustida aynan biz ishlamaymiz. Shu upravляющий kompaniyamiz bor, boshqaruvchi kompaniyamiz bor. O'sha franshiza egalari, ularning shtatida 400 ga yaqin aytishniklar o'tiradi, ishlaydi. Haligacha mana mehnat qilib kelishadi va ilovani doimiy ravishda mana 24 ga 7 rivojlantirib kelishadi. Shuning uchun biz xudoga shukr shu boshimiz og'rimaydi shu ilova bo'yicha. Bizning shtatda aytishnik yo'q. Rahmat javob uchun. Rahmat sizga. Hammaga katta rahmat.